Bugun 19-aprel 2025-yil. Yana bir hafta zing etib o'tib ketdi. Navbatdagi shanba bilan yuzlashib turibmiz. O'tgan bir haftada hali ekinda jiddiy bir o'zgarish sezilmadi. Mavjud holatdan ham ko'rib turibsiz. Biroq oldingi hafta ko'rsatgan yangi barglarimiz ancha katta bo'lib qoldi. Mana ular chiqyapti. Umuman tamom bo'lgan ko'chatlarda ham yonidan ancha ko'rinib qolibdi. Aytdim. Namoyandalari yangidan ko'karayotgan. Faqat hammasi ham unaqa bo'lmayapti. Mana bu yerda delik turibdi. Hech narsa chiqmagan hali. Kurtak-kurtagi yo'q. Bu yoqda ham shu ahvol. Palak bor, lekin yangi kurtaklar, sog' kurtaklar chiqmagan. Oxirgi videomizdan keyin bitta ashaddiy muxlislarimizdan biri aloqaga chiqib aytdiki, o'rgimchak kanaga qarshi dori beribsiz, yaxshi, faqat yana takrorlang. Iloji bo'lsa shu 4 kundan keyin qilgan yaxshi, sababi siz qo'llagan dori mavjud o'rgimchak kanalarni, o'sha zang o'rgimchak kanasi haqida gap ketyapti. O'ldiradi, faqat tuxumlari qoladi, ularga ta'sir qilmaydi. Tuxumlari bir 3-4 kunda yangidan chiqib paydo bo'lganda qaytadan sepishingiz orqali ularni bartaraf qilishingiz mumkin deyishdi. Biz o'sha maslahatga amal qildik. Endi 4 kundan keyin imkonimiz bo'lmadi sepishga. Shu orasi bilmayman, bir hafta, 10 kun bo'lib qoldi menimcha. Qo'lladik yana. O'zi nimadan agrodo'kondan olgan ana kompot 4 talikmi dori aralashmamizdan ozgina qolganda o'shani berib yubordik. Hali vertimek bilan lazerni o'zimiz sepishimizgacha navbat kelmadi, sababi bu qolib ketmasin deb buni berib yo'qotdik. Keyingi safar beramiz. Endi u dori 4 talik aralashma bo'lganligi uchun bar ekinga og'ir bo'ladi deb bargdan yana mikroelementlar jamlanmasini berdik. U ham o'sha kompot, bilmayman nimalar qilib bergan, u ham o'sha Marlen degan yigit bergandi, qolgani. Ukam shunga qo'shimcha ravishda virusga qarshi Avavir degan preparatni qo'shib sepib yuborgan. Mana shu endi maqsad zahardan keyin ekin stressga tushmasin, sal yashnasin degan ma'noda. Nasib qilsa ertagami terim qilsak, terimdan keyin mog'orga qarshi endi sepamiz. Endi bir-biri bilan aralashtirib yo ustma-ust sepishga bo'lmayapti, qotirib qo'ymaylik ekinni degan qo'rquv bor. Shuning uchun orasini bir haftalar qilib sepyapmiz ularni. Hamda terimdan keyin sepsak, keyingi terimgacha ancha o'sha zaharni kuchi ketgan bo'ladi, ya'ni mevalarda qolish nuqtai nazardan. Issiqxonamiz kecha kunduz mana shunday ochiq turibdi. Tepasi, pasi, yopmayapmiz. Buyog'i ham garchi ertalab mana bugun sezildi, qorni sovug'i bor edi. Shu Jizzax taraflarda sal qor uchqunlagan deganday qilishdi, Qozog'istonda yog'di deyishdi. Xullas shu sovuqlarga qaramasdan biz yopmayapmiz, mana shu mog'orga qarshi kurash maqsadida. Garchi bu kechqurungi salqin ozgina hosil yetilishini sekinlashtirsa ham, haligi hosilni kamaytirishiga ta'sir ko'rsatsa ham yopayotganimiz yo'q. O'z mana daftardan ham ko'rinib turibdi. Eng ko'p terilgan 87 kilo bo'ldi. Endi orqaga qarab ketyapti. 80. O'tgan safar 73 chiqdi. Bu safar yana ham kamroq chiqsa kerak. Endi ana xarajatlar chiqincha 80 dan tushmay tursa zo'r bo'lardi-yu. Mayli, endi nasiba. Demak, bir haftada bo'lgan ishlar shular. Umumiylashtiradigan bo'lsak, ozgina yasharish bor bo'lyapti. Qaysidir ko'chatlar yasharyapti, yangi kurtaklar chiqarib, qaysilardadir endi boshlaganlari bor, qaysilardadir umuman hali qo'zg'alish yo'q. Mana bunga o'xshaganlarda va umumiy manzaraga qaraydigan bo'lsak, hali to'liq yaxshilanishigacha degan joyidan bor. Va mana bunday ekinlar qaytadan yasharib ko'karayotganligi bu haqiqatda yasharishmi yoki bo'lmasam bizning holatimizda bu shunchaki sarobmi? Bu hali vaqt ko'rsatadi. Hozircha hech narsa ma'lum emas. Aytgancha, mog'orga qarshi sepayotgan dorilarimiz bilmayman ish beryaptimi, yo'qmi, hali tushunmadik buni. Bir qarasa ish berayotgandek tuyuladi, lekin tepa barglari ham dog'lanishi, davom etishi tushunarsiz. To'xtamaganmi degan xayolni uyg'otyapti. Chunki mana tepadagi barglarda mog'orlar borda, quruq bo'lib qolmagan. Bir tarafdan kuyganday bo'lib turibdi, bu ta'sir qilganday deymiz-ku, lekin yangi mog'orlar ham paydo bo'lganligi dorimcha hali to'liq ola olmagan shekilli deyapmiz. Xullas, mog'or ham juda bo'lmag'ir narsa ekan, bir boshlansa uni to'xtatish qiyin ekan. Agar
shuni inobatga olib qo'ying. Sizda shunga o'xshagan holat boshlangan bo'lsa, oldini olmasangiz, bizga o'xshab avjagandan keyin to'xtatish juda mushkul ekan. Ko'pchilik har xil dorilarni aytyapti, uni qilmading, buni qilmading, qilsang yaxshi bo'lardi, o'sha to'xtatardi deydi, ammo o'ylashimcha bu biz holatimizda hammasi ham shu bir xil natija olib keladi. Ya'ni ular aytganchalik zo'r samara bera olmaydi. Yo'q. Hozircha shular. Aytgancha sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Bir ashaddiy muxlisimiz videolaringizni uzaytirib yormang, uzoq bir 8 daqiqa qiling, qolgan payt odamlar ko'rmaydi dedi. Haqiqatda fikr to'g'ri, video uzayib ketsa ko'rish qiyin, biroq bizni ba'zi bir muxlislarimiz bor, batafsil ma'lumot istaydi. Men hammani savollariga alohida javob berishga imkonim yo'q, vaqtim yo'q. Kimlardir telefondan gaplashishga urinyapti, boshqa har doim vaqtim yo'q, to'g'ri tushuninglar. Shuning uchun o'sha qo'shimcha savollar tug'ilmasin, shu bir yo'la sizlarga ma'lumot berib ketay degan mazmunda o'zim mulohazalarim bilan ham joy kelganda bo'lishib o'tib ketyapman. Sizga savol, o'sha ko'p mulohazaga kirmasdan tezda uzul kesil 5 uzog'i 8 daqiqada masalani hal qilaymi videoda, yoki bo'lmasam qanaqadir qo'shimcha ma'lumot, mulohazalar bo'lsa davom ettiraymi? Buni ikkinchi yechimi ham bor. Balki asosiy birinchi 5 daqiqada qisqa ma'lumot berib o'zagini, undan keyin agar mulohazali joy bo'lsa qo'shimcha vaqt hisobiga davom ettirishimiz mumkin bo'ladi. Kimga qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lsa, demak 5 minutdan uyog'ini ko'radi. Kimgadir shu yetarli bo'lsa 5 minut bilan kifoya bo'ladi. Bu bo'yicha o'zingiz fikrlaringizni yozib qoldirsangiz degandim. Nima deysiz? Ya'ni shu mulohazasiz 5 daqiqa 8 daqiqa qilib uzil kesil hal qilaymi, yoki bo'lmasam boshlang'ich 5 daqiqasida o'zak fikr, qolganiga mulohaza qilaymi? Bu biz uchun muhim, chunki taklif qilayotgan ma'lumotlarimiz sizga ko'rimli bo'lsin deymiz. Ko'proq ko'rilsa, ko'proq odamlarga foydasi tegsa, biz ham xursand bo'lamiz albatta. Ammo biz to'liqroq, yaxshiroq ma'lumot beraylik deb harakat qilsak-ku, biroq sizlar uchun bu ortiqcha vaqt ketkazish, yurak siqadigan holat bo'lsa, unda qisqa yo'lda qilib, ya'ni sizga qanday manzur bo'lsa, ma'qul bo'lsa, shunday qilib ishda yuradigan tarafiga egilganimiz yaxshi deb o'ylayman. E'tibor uchun rahmat. Dehqonni kuzatib boring. Davomi yanada qiziqroq bo'ladi. Rahmat.